Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridanman. Bu brend Asuvo brendi. Bu brend men ochig'i zo'r suv yaxshi ta'mi va Qozog'istonda ishlab chiqariladigan suv ekan. Zo'r. Bu hazil emas, bu reklama. Reklama deb o'ylashingiz mumkin. Bu sizlarga yaxshi ichimlikni tavsiya qilyapman. Reklamaga yotadi. O'zim ichgan ichimlikni qo'maga boshqa odamga, insonga da ravo ko'raman. Shuning uchun mana yaroqli muddatlari bor. Barchasi buni ichish kerak faqat. Agar sizni ko'nglingiz aynigan bo'lsa, bo'lmasam ovqatni kechki paytlari, ertalab paytlari bundan bittani 0,5 ichsangiz yo 1 litr ichsangiz, shu hajmlarga qarab shu 0,5 ichsangiz ham bo'ladi. Bittasini ichib olasiz va dietический suv ham bu faqat barcha ta'mlariga limon ta'mi o'zimga yoqadi. Shu kecha ovqat singdirishga yordam beradi. So'nggi payt dieta saqlayapman degan bo'lsangiz, bu ta'mlarni iching. Sizlarga shulardan buni tavsiya qilaman. Shakarsiz albatta, limonning o'zining suvi. Barchaga omad, bu suvdan tatib ko'ring. Barcha O'zbekiston do'konlarida, barchasida bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha do'konlarda sotiladi bu suv. So'rab keladi sotilmasa. Yo'q bo'lsa so'rang, talab eting. Olib keling deb. Boshqa narsa olayotganda talab eting. Boshqa do'konlarga boring, izlang. Bu suv albatta bor. Rahmat sizlarga. Sizlardan mamnunman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha